Men kinomanman va bu Asiris filmi. Yerni qo'lga olgan o'zga sayyoraliklar butun insoniyatni qirib tashlash payiga tushdi. Videoni tomosha qilishdan oldin mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Donat silkasi esa har doimgidek belgilangan kommentariyada. Sizdan ugina, bizdan bugina deganlaridek boshladik. ...1977-yilda kosmik kema Voyager 1 Yerning ilk suratlarini oldi. 1980-yilda Saturn yonidan uchib o'tadi. 2012-yilda Quyosh tizimini tark etgan Voyager 1 cheksiz koinotga yo'l oladi. Ayni paytda Yerdagi askarlar urush hududidagi xavfli topshiriqni bajarishardi. Kuchli qarshiliklarga qaramagan guruh oldidan chiqqanni asfalasofiniga navbatsiz jo'natishdan to'xtamasdi. Belgilangan binoni tozalaganlaridan so'ng tashqariga chiqishadi va butun boshli armiyaga duch kelishadi. Guruh chekinishga qaror qiladi va ulardan biri yaralanadi. Bir amallab pana joyga yashiringan askarlar yordam kuchlarini chaqirishadi. Kutilmaganda osmonni qora bulut qoplab, yon atrof alvon rangga kiradi. Bulutlar orasidan chiqib kelgan sirli qurol dushman otryadini yo'q qiladi. Bundan so'ng moviy tusga kirgan qurol bor kuchini yig'ib katta kuchlanishli quvvat bilan zarba beradi. Askarlarni tortib olgan chaqmoq ularni samoviy kema ichiga tortib ketadi va o'zga sayyoraliklar ularning ustida tajriba o'tkazishadi. Uskunalar o'chirilgach, muzlatilgan askarlar ozodlikka chiqishadi. Bazur o'ziga kelgan guruh a'zolari qayerda ekanliklarini tushunishmaydi va yoki ruslar yoki xitoyliklar qo'liga tushdik deb o'ylashadi. Biroq devordagi yozuvlar boshqacha edi. Reys ismlari va zvaniyalari yozilgan narsani topadi, biroq buni qanday tushunayotganligi noma'lum edi. Barchaning o'qdoni to'la edi va eslay oladigan yagona narsalari otishma va yorqin nur edi. Komandir Kelli bu yerdan tezroq ketishni buyuradi. Koridor oxirida dumaloq eshikni ko'rishadi va uni ochib yo'lni davom ettirishadi. Yana bir ochilmaydigan eshikni ko'rishgach, ventilyatsiya quvurini topgan Rodi reysni tekshirib kelishga jo'natadi. Yorug'lik bo'ylab yo'lni davom etgan reys narigi tomondan chiqib oladi va qolganlarga xabar jo'natgach, ular ham uning oldiga kelib olishadi. Eshikning orqa tomoniga nazar solishgach, tirnalish va zarba izlarini ko'rishadi. Neish ular maxfiy suv osti turmasida bo'lishlari mumkinligini taxmin qiladi. Kutilmaganda g'alati ovozlar eshitilgach, yo'lni davom etishadi va polda qon izlarini ko'rishadi. Yo'lni davom etisharkan yuzga qon tomchilagan reys yuqoriga qaragach, boshi uzib tashlangan jasadlarni ko'radi. Kelli, Gibbs va reyslar xonalardan biriga kirishgach, yana bir bejab tashlangan jasadni ko'rishadi. U yerda osig'liq qoldirilgan Robi ismli ayol o'ziga keliboq notanish tilda gapira boshlaydi. Askarlar uni ozod qilishadi va shu damda paydo bo'lgan ulkan maxluq Gibbsni yaralab qolganlar oldiga uloqtiradi. Neish bu vaqtda g'alati qurolni topib oladi. Yordam ovozlarini eshitgan uchovlon ularga yordamga oshiqishadi. Oddiy o'qlar o'zga sayyoraliklar zirhiga zarar yetkiza olmasdi. Quturgan maxluq ularni o'ldirishga bir vaqia qolganidan Neish topib olgan qurolni Rodiga beradi va uni ishga solgan askar maxluqni yer tishlatadi. Askarlar uni o'ldi deb o'ylab turishganda u o'ziga keladi va Robi ularning ishini oxiriga yetkazadi. Bundan so'ng nimalarnidir ming'illab ketib qoladi. Gibbsning o'lganligini ko'rgan askarlar Robining ortidan borishadi. Qizning tilida gapira oladigan Kelli uni hayron qoldiradi va shu damda yana bir maxluq paydo bo'lgach, askarlarga qochishni buyuradi. Qurolni qo'lga olgan maxluq ularga o't ocharkan, Robini yaralab yiqitadi. Ko'p o'tmasdan ularning soni ko'payib, askarlarni ta'qib qila boshlashadi. Pana joyga o'tishgach, ketini uzmasdan tarillatib o'q uzishni boshlashadi va dastakni ko'rgan Robi uni ishga solib eshiklarni tambalaydi. Hanjar yordamida eshikni ishdan chiqargan Kelli Jacksga Robi bilan chiqish joyini topishni buyuradi. O'zga sayyoraliklar eshikni ura boshlashgach, bu yerda uzoq qola olmasliklarini tushunishadi. Jacks va Robilar ventilyatsiya shaxtasini topishgach, reys maxluqlarni chalg'itishini aytib, qolganlarga ketishlarini aytadi. Eshik ochilishi bilan o'q uzgan reys birinchi maxluqni yiqitishi bilan eshiklar yana yopiladi. Biroq maxluqlar ko'pchilik bo'lib bosqin uyushtirishadi va bir amallab ventilyatsiya quvuriga kirib olgan reysni tortib olishadi. Ikkinchi maxluq askarlar ortidan chiqishi bilan Rodi uning boshini qiymaga aylantiradi. Reysning o'lganligini eshitganini eshitib tushkunlikka tushadi va uni tinchlantirgan Kelli Rodidan qurolni qanday ishlatishni qayerdan bilishini so'raydi. Biroq Rodi buni bilmasdi. Robi esa maxluqlarning o'zga sayyoraliklar ekanligini tushuntiradi.
U kosmik kemada ekanliklarini va ingliz tilini bilishini aytadi. Robi yuzida chandiq bor maxluq eng kattasi ekanligini tushuntiradi. Navbatdagi xonaga kirishgach, ulkan kapsulalar joylashgan bino ichiga tushishadi. Bir necha soatdan so'ng konteynerlarga to'la omborxonani topishadi. Robi bularning ichida o'zga sayyoraliklar yerdan o'g'irlagan barcha buyumlarni saqlayotganliklarini ma'lum qiladi. Rodi o'zga sayyoraliklar ularga hujum qilmagan ekan, demak, tuzoqqa tushirishmoqchi deya taxmin qiladi. Unga qo'shilgan Kelli jang qilishni buyuradi, biroq Robi bunga qarshi bo'ladi. Xo'rak bo'lishga rozi bo'lgan Jeks baland ovozda qo'shiq kuylashni boshlaydi. Uning ovozini eshitgan maxluqlar uni tezda topib o'q uzishni boshlashadi. Oyog'ini qo'lga olib qochgan askar so'yloq tishli maxluqlardan berkinishga urinadi. Jeks jahli chiqqan maxluqlarni konteynerlar turgan xonaga olib o'tadi va Nesh ulardan birini snayperdan boshiga o'q otib o'ldiradi. Bundan so'ng ularni o'rab olgan askarlar birin-ketin narigi dunyoga ravona qilishadi. Buning on-songina bo'lganligidan shubha qilgan Robi bu tuzoq bo'lishi mumkinligini aytadi. Shu damda boshqa bir maxluqlar guruhi omborga bostirib kirishadi va askarlar yana o'q uzishni boshlashadi, biroq ularning qalqonlari uchun bu o'qlar qo'lda otilgan toshdek tuyulardi. Askarlar bor kuchlari bilan eshik oldiga qochishadi, biroq Jeks og'ir yaralanib shu yerning o'zida o'lib ketadi. Qolganlar ichkariga kirib u yerdagi maxluqlar bilan ham otishma qilishar ekan. Dastakni topgan Kelli eshikni tambalaydi. Devordagi tunnelni topgan guruh u orqali pastga tushadi va chirib ketgan jasadlar va suyaklarga to'la o'ziga xos qassobxonaga tushishadi. Askarlar sarosimaga tusha boshlashadi va ularning qichqiriqlarini tepadan kelgan ovoz to'xtatadi. Robi tezda onasi Anyani taniydi va u ularga arqon tashlaydi. Yuqoriga chiqib olishgach, bir-birlarini ko'rganliklaridan juda xursand bo'lishadi. Askarlar ham yuqoriga chiqishgach, Kelli Anyaning rus askari ekanligini tushunadi. Anya ularni koridor bo'ylab olib o'tib, pastga olib tushuvchi lyuk orqali xavfsiz joyga olib keladi. Kelli qanday o'zlariga kelganliklarini aytishgach, ular trofeylar xonasida bo'lganliklarini va kosmik kemaning buzilganligi sabab omon qolganliklarini aytadi. U bu yerda qo'lga olingach, 30 yoki 40 yildan beri yashab kelayotganligini aytadi. Demakki, Robi ham aynan shu yerda tug'ilgan edi. Bundan so'ng bosqin qanday sodir bo'lganligini tushuntiradi. Ma'lum bo'lishicha, Voyager 1 da o'zga sayyoraliklarni yerga taklif qiluvchi do'stona xarita bo'lgan va uni topgan yovuz maxluqlar undan bosqinlarda foydalanishgan. Ular oldiniga eng kuchli harbiy strategiklarni qo'lga olishgan va ularning miyalariga ulanib, insoniyat nimalarga qodirligini o'rganishgan. Bu esa askarlar ham deyarli 10 yildan beri muzlatib qo'yilganligini bildirardi. Ular ko'rgan barcha urush dahshatlari esa o'zga sayyoraliklar ularning qanday jang qilishlarini o'rganish uchun yaratilgan harbiy o'yinlar bo'lgan. Bu esa ularga yerni bir necha hafta ichida qo'lga olishlarida yordam bergan. Bu turdagi aloqa ikki tomonlama ishlardi. Bu esa askarlar ular haqidagi ba'zi narsalarni qayerdan bilishlarini tushuntirardi. Bu kema esa qo'lga kiritilgan barcha trofeylarni ularning sayyorasiga olib ketayotgan edi. Robining otasi esa kemani ishdan chiqargandi. Anya bu o'zga sayyoraliklar aloqa tizimlarini ishga tushirmoqchi ekanliklarini aytadi. Agar ular o'zlarinikilar bilan bog'lana olishsa, maxluqlar taraqanday ko'payib ketishar va ularni to'xtatish imkonsiz bo'lib qolardi. Ularni yo'q qilishga bel bog'lagan guruh reja tuza boshlaydi. Anya ularning eng kuchlilari yuqori palubada joylashganliklarini aytadi. Ular ventilyatsiya shaxtasi orqali u yerga borishlari mumkin edi, biroq maxluqlar qo'liga tushishlari mumkin edi. Anyada esa qo'llash mumkin bo'lgan portlagichlar bor edi. Guruh yuqori palubaga chiqish uchun shaxtadan foydalanishadi. Rodi va Kellilar maxluqlarni chalg'itishgan paytda Anya va Neshlar portlagichlarni o'rnatib chiqishadi. Anya Kelliga qalqon sifatida ishlatishi mumkin bo'lgan o'g'irlangan qo'lqopni beradi. Guruh bo'linadi va Nesh qo'riqchi maxluqlar turgan joyni topadi. Ko'p o'tmasdan maxluqlardan biriga ogohlantirish signali keladi va zaldagi qorovullarni chaqirishgach, Neshning guruhi pastga tushib portlagichlarni o'rnata boshlaydi. Qorovullar kelganligini ko'rgan Kelli va Rodilar ular o'tib ketishgach ortlaridan hujum qilishadi. Yordamchi kuchlar kelishi bilan Kelli qalqonni ishga soladi va o'lim hujumidan omon qolishadi. Ular jang qilishda davom etisharkan, maxluqlardan biri xavfsizlik xabarini oladi va maxluqlarning yarmini zalni qo'riqlashga jo'natadi. Anya ularning yaqinlashayotganliklarini sezadi. Eshikni qulflagan Rodi Kelliga qolganlarni qutqarishni tayinlaydi va maxluqlar bilan yakka o'zi jang qilarkan, lazer quroli o'chib qoladi. To'pponchasini olgan erkak maxluqlardan biriga yaqinlasharkan, uni dast ko'targan so'yloq tish hozir yoraman deb turganida vaqtdan foydalangan Rodi granatalarni yerga tashlaydi va kuchli portlash xonadagi barchani halok qiladi. Bu vaqtda ikkinchi guruh ham maxluqlar bilan kurashda davom etishardi. Oldiniga ustunlikka ega bo'lishadi, biroq qalqon ko'targan maxluqlar ham yetib kelishadi. Robiga ketishni buyurgan Anya Neshdan uni himoya qilishini so'raydi. Yetib kelgan kattaroq maxluq Anyani o'ldiradi.
Robi onasini chaqirarkan Nesh uni olib ketadi va cho'ntagidan detonatorni olgan Anya bombalarni portlatadi va platformada bo'lgan kimsa borki, olovda jizg'anak bo'lib o'lib ketadi. Maxluqlar ortlardan qolmayotganligini ko'rgan Nesh Robni lyukda yashiradi. Bundan so'ng maxluqlarni chalg'itish uchun bor ovozda baqirib qocha boshlaydi. Xavfsizlikdaman deb o'ylagan Robi lyukdan chiqishi bilan pahanga duch keladi. Bu vaqtda Kelli qamab qo'yilgan yuzlab odamlarni topadi va ortiga qayrilishi bilan hushidan ketkaziladi. O'ziga kelgan Kelli Robi bilan birga qamab qo'yilganligini ko'radi. Robi qolganlar halok bo'lganliklarini aytganida xonaga kirgan maxluq Kellining chekirdagidan oladi. Bundan so'ng sudrab ketib, g'alati stol ustida oyog'ini osmondan qilib osib qo'yadi. Bolg'asini olgan maxluq uni endi chavaqlamoqchi bo'lganida stol ichidan Nesh berkinib olganligini ko'radi. U bir o'q bilan maxluqning boshini qiymalab yuboradi. Ozod bo'lishgach oldilaridan chiqqan maxluqlarning enalarini ko'rsatishadi va turmaxonaga kelib, barcha tutqunlarni ozod qilishadi. Qalqonli maxluqlar yetib kelishgach, Nesh o'zlarining quroli bilan o'zlarini yer tishlatadi. Barcha tutqunlar ozod bo'lishgach, eshikni qulflab qochib qolishadi. Qurollarning o'qi qolmagach, Nesh belidagi bor granatalarni maxluqlarga tortiq qiladi va Kelli eshikni yopishi bilan kuchli portlash sodir bo'ladi. Ular bopladik deb xursand bo'lib turishganda, Nesh afsuski uzoqqa bora olmaydi. Xonaga maxluqlarning pahani kirib keladi va Robiga qochishni buyurgan Kelli uni o'ziga jalb qilishga urinadi. Qonli jang boshlanadi va maxluq yaqqol ustunlikka ega ekanligi ko'rinib turardi. Kellini qo'g'irchoqdek otib o'ynagan maxluq xanjarni olib u tomon yugurarkan, uni kutib turgan Kelli vaqt bo'lishi bilan eshikni yopadi va maxluq teng ikkiga bo'linib ketadi. Robining oldiga borgan erkak uning chiqish yo'lagiga qarab qotib qolganligini ko'radi va birgalikda tashqariga chiqishgach, yerdan faqat xaroba qolganligini ko'rishadi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kommentariyada bu haqida o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.